Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Sizlar bilan demak o'zimga kerakli bo'lgan formulalarni o'rtoqlashmoqchiman. O'zimga kerak bo'lganda ba'zida topolmay qolaman. Excel dasturida matnlarni satrga o'tkazilganda Alt Enter yordamida buni keyinchalik bitta satrga keltirish mushkul. Agar ortiqcha probellar bo'lsa, sj probel yordamida buni qisqartirib rostlashimiz mumkin, lekin Ctrl Alt yordamida keyingi satrga o'tkazilgan matnlarni bittalab yacheykalar ichidan to'g'irlab chiqishimizga majbur bo'lar edik. Buni oson usuli bor ekan. Demak, buni поставить formulasi yordamida quyidagicha yozib amalga oshirsak bo'lar ekan. Kerakli satr yoniga yozib keyingi satrlarga tortib yuborsak, o'sha biz xohlagan formatda bitta satrga kelib qo'shilar ekan. Marhamat, foydalaninglar.